Siz videoni oxirigacha ko'ring. Bu video siz uchun aniq foydali video bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Qo'y biznes kanalining qadrli obunachilari. Qadrli obunachilar, bugun videomiz nima desa bo'ladi? Bozorda qo'yi oldi sotdi emas, qadrli obunachilar. Sizlar uchun xudo xolasa foydali, o'ta foydali uchun. Bilganlar uchun eslatma bo'ladi qadrli obunachilar. O'zimizning qo'y fermamizda xudo xolasa yangi qo'zi-qo'chqonlarimiz kelgan. Yangilari ham bor, eski boquvda qo'ylarimiz ham bor. Hammasini bilib turibsizlar obunachilar. Tindag'i, oyog'i tindag'i o'sib ketgan yangi kelganlarni ham hammasini obzorini qilib beramiz. Boquvda qo'y bozordagi yo'qsam oldi sotdi chiqmaydi bugun. Hammasi foydali video bo'ladi. Qo'yda birinchi o'rinda qadrli obunachilar kasallik kelyapti. Endi hamma viloyatda, hamma 12 ta viloyatda bu bor kasallik qadrli obunachilar. Yashin kasalligi, tuyoq chirishi, dezinfeksiya hammasini xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ribdilar. Sizlar uchun foydali video qilib beraman qadrli obunachilar. Bu endi qo'lingda nima ekan deganlar uchun qaychi bu xudo xolasa qo'yiladi oyog'ini qiyg'ani qadrli obunachilar. Mana bu yoqni ko'rsating. Bu yerda xudo xolasa qo'ramizda alohida ikkiga bo'lib to'sib oldik qadrli obunachilar. Bu yerda 40 ta qo'yimiz, 40-50 ta qo'yimiz yotibdi. Joyda kattaliklarni ham xudo xolasa alohida tushuntirib ketamiz. Bugungi videomiz qisqa bo'ladi qadrli obunachilar. Bu yoqda hozir 2 bir 10 ta qo'yimiz bo'ldi qadrli obunachilar. Videochimiz yo'q edi, o'shaning uchun o'rtasida boshlab qo'ya qoldim. Qo'yga endi qanday tushuntirib bersam bo'ladi qadrli obunachilar, sizlar uchun bitta like faktni zo'rini qilib beraman inshaalloh. Xudo xolasa birinchi o'rinda kanalga like bosib turib, obuna tugmachasini bosib turinglar qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa mana shu qo'zi-qo'chqonimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana hozir alohida olib chiqamiz. Mana qadrli obunachilar. 4 mucha sog', 4 ta oyog'i, yeb ichari, hamma joyda zo'r. Bu qo'ylarimiz kelganiga 2 kun bo'ldi qadrli obunachilar. Endi mana 4 ta tuyog'ini tepadan ko'rsatib qo'ying. Mana qadrli obunachilar, mana 4 ta tuyoq bo'lsa, hammasi yaxshi holatda turibdi. Endi mana bismillahirrohmanirrohim. Mana xudo xolasa buni kes jarayonini ham sizlar uchun bitta obzorini qilib beraman. Faqat yaqin birodarlar yangi qo'y fermasi, yangi qo'y boqayotib turgan dehqonlar uchun bu jo'natib qo'yasizlar qadrli obunachilar. Mana qaychimiz. Mana qadrli obunachilar. Qo'y mana. O'zini tuyog'ini kesolmaydi bu. Mana. Mana ko'ryapsizlar, tagida bo'g'i yopishib ketgan bu. Mana. Bunimiz oldin bir marta kesilgan ekan qadrli obunachilar. Buni endi kesilgan sabab mana bo'q. Ko'ryapsizlar, tagini iloji boricha mana shu qo'y boqayapsizlar. Masalan, mana shu qo'limda 50 ta qo'y bo'lib qo'yamiz. Mana tagini ko'rsatdim. Yengil namlik bor qadrli obunachilar. Namlik bor joyda qo'yda обязательно tuyoq kasaliga chalinadi qo'zi. Tuyoq kasaliga chalingandan keyin qo'zining badani semiz bo'ladi dehqon sharoitida. Keyin qo'zimiz ozadi qadrli obunachilar. Ozg'anning sabab bu ancha bes yo'qotadi. Shuning uchun qo'yda tagiga apilka sepib qo'yinglar. Apilka, soli kepak yo'qalar sevib qo'ysalaring, bu oddiy misol quruq somonda to'ponni ham sevib qo'ysalar, namlikda hech yo'q, bir haftada bir marta qo'rlaringni quruqlab turinglar qadrli obunachilar. O'shanda qo'yda tuyog'i kasallanmaydi mana. Bu xudo xolasa birinchi qo'yimizda tuyog'i kesilgan ekan qadrli obunachilar, oldinroq dehqonimizda o'zi kesilgan ekan. Endi bu berzin. Berzin nima sabab dehqon obunachilar uchun bu lifehackni zo'r. Mana tuyog'i, mana qadrli obunachilar. Mana hatto 4 ta tuyoqqa sevib qo'yasizlar qadrli obunachilar. Mana tuyoq kesish jarayonlarini ham hozir ko'rsatamiz. Bu nimaga ekan degan obunachilar uchun bu berzinimizning o'zi tuyoqdan har xil bakteriya, nima desa bo'ladi, kasalliklarni oldini oladi. Bu oddiy berzin. Hozir 1 litrini 12 ming so'mga beradi. Mashinalarga qo'yib yuribsizlar qadrli obunachilar. 10 ming 12 1 litr kutmaysalar, men hozir 1 litrni so'zi mana shu 50 ta qo'zimga bemalol yetadi qadrli obunachilar. Yo'qda ham qo'ylarim yotibdi, hozir ulog'i ham bir boshqatdan hammasiga o'taman qadrli obunachilar. Bir kun vaqtimda shu qo'ylarimni o'ziga ajrataman men. Nimaga? Bu qo'y oddiy misol uchun mana shu qo'yimiz tuyog'i kasallanib chiriydigan bo'lsa, bu ancha qiynaladi qadrli obunachilar. Men misol uchun yem beraman, unga ancha misol uchun parvarishlayman, badanni semizini ozdirishimni keragi yo'q. O'shaning uchun bir kun vaqtlarini ajratsalar, qo'yga ancha katta foyda bo'ladi. Mana bu qo'ylarimiz xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdagi yangi yetib kelgan partiya. Yo bismillah. Bo'ldi canlar. Bunimizniki o'sgan ekan tuyoq. Mana kesilish jarayonlari. Mana tuyoqni bir qadar ko'rsatib qo'yaman. Ko'ryapsizlar, bu oddiy uy sharoitida pichoqda kesilangan bo'ladi qadrlar. O'tkir pichoq yo'lsam, mana bu qaychini 25 ming so'mga o'lsam 20 ming so'mga beradi qadrlar. Mana ichki tarafini olasizlar. O'ta darajada u pastiga boravermasligini qadrlar obunachilar. Bunda ham go'shi bor mana. Mana bukildi tuyoq. Mana
Ko'rib turibsizlar, bu yog'ini qaychini sanchiysizlar. Mana miqdorda olib qo'yasizlar. Ya'ni eng oxirigacha qadaveramasizlar qadrli obunachi. Ozgina miqdorda mana yana bitta tushuntirib ketaman. Mana tagida tuyoq tozalasalar, go'sht bor. Go'shtdan hech ozgina miqdorda qoldiringlar qadrli obunachilar. Mana birinchi tuyog'imiz bo'ldi. Ikkinchisi ham mana ko'ryapsizlar, o'sib ketgan qo'ydi oyog'i mana ichini ko'rib qo'yinglar. Mana ko'ryapsizlar, yomon bo'lib ketgan. Bu zaxtiki birinchi o'rinda. Shundan tuyoq kasalliklari borki, kasallik ko'pi mahindan kelib chiqadi. Endi uy sharoitida oddiy misol bir hafta yo'qsa bir oyda kesinglar, ora-orada qarab tursalar, xudo xolasa qo'y misol uchun sizlarga ayta olmaydi qadrli obunachilar. Tuyog'imni kesib qo'y. Tuyog'im o'sib ketdi, yo'qsa tirnog'im o'sib ketdi deya olmaydi qadrli obunachilar. Mana oddiy, oson. Bitta qo'y oddiy misol uchun 10 minut vaqtda olishi mumkin qadrli obunachilar. Bitta o'zimiz ozgina qiyinchilik bo'lyapti qadrli obunachilar. Bu tuyog'imiz ham xuddi o'shanda mana. Mana ko'rdinglarmi? Mana. Mana shuni ham chekkasini mana. Bo'ldi. Bu tarafi, ichki tarafi yaxshi. Ko'p o'smagan mana. Tashqi tarafi o'sib bo'lgan qadrli obunachilar. Uy sharoitida oson. Bu xudo xolasa bu qo'chqonlarimizda xudo xolasa like-da bosib, obuna tugmachani bosib qadrli obunachilar. Kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Nima sabab? Bu so'chi ukar dorisini qilaman, hali bu aytyapman. 1 kun, 2 kun bo'ldi yetib kelganiga. O'shaning uchun ham hali birinchi ukari bo'ldi qadrli obunachilar. Обязательно qo'y oldingizmi, uyingizga olib keldingizmi, shamollashga, ichki tashqi parazitga, bitkanaga, hammasiga xudo xolasa emlashni qilg'izing buni. Bu ham xudo xolasa bo'ldi. Mana endi barcha qiy bo'ldik. Mana oddiy yana berzinni sepib qo'yamiz qadrli obunachilar. Bu berzin ham sepsamiz bo'ladi. Tuyoq kasali asosan so'chi tuyog'ingiz rostmana qo'yingizda kasalligi avjini bildingizmi? So'chi yashin bo'ldimi? Bunga birinchi o'rinda berzin seving. Undan keyin og'riq qoldirgan diklofenak qilsa ham bo'ladi qadrli obunachilar. Sprey. Oddiy so'chi vet aptekaga borsangiz sprey degan dorisi bor, ko'k. Ashunda olib kelib sepsangiz ham yaxshi tuzatadi qo'ydi oyog'ini. Bo'ldi qadrli obunachilar. Bitta qo'yimiz hozir 5 minut vaqtimizni oldi xolos. 5 minutga ham bormaydi. Xudo xolasa bu bo'g'inlar, bu tarafi xudo xolasa bo'lmaganlari. Har safar oxirigacha olib boradigan bo'lsam vaqtimiz chegaralangan, cho'zilib ketadi video. O'shaning uchun bularni barcha obzorlarni xudo xolasa sizlarga keyingi videomizda agar kommentariyaga kuzatib boramiz qadrli obunachilar, kommentariyaga bokuni silini chiqarib, bunga qanaqa ukar qilyapsan, hammasini qiziqqan obunachilar, faqat qiziqqanlar. Chin yurakdan ish qilib, iloyim hammalaringni xonadonlaringda shunaqa qo'yiladi, 200 300 to'lab, 100 to'lab boqish nasib qilsin. Yaxshi niyatda, chin yurakdan like bosib, obuna tugmachani bosinglar, xudo xolasa. Shunaqa qo'chqonlardan kimga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing, xudo xolasa uylaringga ham yetkazib beraman. Keyingi videomizda bularni qanaqa lecheniya olyapti, hammasini xudo xolasa barcha ma'lumotlarni shaxsan o'zlaringga qo'y biznes kanali Fayzullarning o'zi yetkazib beradi. Videomiz yoqqan bo'lsa like tirsillatamiz.